Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan yasmiqning foydali va zararli jihatlari haqida so'zlashmoqchimiz. Yasmiq dukkaklilar oilasiga mansub bir yillik o'simlik. Ko'plab navlari bor. Arxeologlar yasmiq donlarini hatto bronza asriga xos ko'plab imoratlarda ham topishgan. Qadimgi misrliklar yasmiqdan turli taomlar tayyorlashgan, hatto non pishirishgan. Qadimgi Rimda yasmiq ancha ommalashgan, jumladan dorivor vosita sifatida ham. Xo'sh, yasmiqning qanday foydalari bor? Yasmiq tarkibida ko'p miqdorda mikroelementlar, kalsiy, magniy, kaliy, fosfor, temir, shuningdek teri va sochlarga, immunitetga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan omega-3, omega-6 yog' kislotalari bor. Yasmiq organizmda oson so'riladigan oqsilga boy. To'yimlilik jihatidan u non, yormalar va qaysidir darajada go'shtdan ham qolishmaydi. Shuning uchun sportchilar va vegetarianlar uchun, shuningdek parhez paytida ajoyib mahsulot sanaladi. Yasmiq tarkibida yog' no'xatdagidan kam, parhezli ovqatlanishda foydali. U moddalar almashinuvini tezlashtirib, tezroq vazn tashlashga imkon beradi. Kletchatka esa ochlik hissini pasaytirib, hazm qilishni yaxshilaydi. Bu dukkakli o'simlik homiladorlar uchun juda foydali, chunki yasmiq tarkibida foliy kislota ko'p. Tavsiya etiladigan kundalik miqdorning 90%gacha mavjud. Foliy kislota homila rivojlanishini tezlashtiradi. Yasmiq boy bo'lgan magniy va kaliy yurak va asab tizimi to'laqonli ishlashi uchun zarur. Shu bois u yurak kasalliklaridan aziyat chekadigan odamlarga nihoyatda foydali sanaladi. Bu oqsildagi temirning so'rilishiga taomni C vitaminiga boy yangi sabzavotlar, pomidor, ko'katlar bilan tortish yordam beradi. Temir qon hosil bo'lishiga, kamqonlikka qarshi kurashishga yordam beradi. Yasmiq tarkibida mavjud bo'lgan isoflavonlar ko'krak saratoni xavfini kamaytirishi mumkin. Bu dukkakli o'simlik qondagi qand miqdorini pasaytirishga yordam beradi. Shuning uchun uni qandli diabetga chalinganlarga tavsiya etishadi. Xo'sh, foydalarini bilib oldik. Uning qanday zararlari bor? Yasmiqni xomligicha yeb bo'lmaydi. Bu zaharlanishga sabab bo'lishi mumkin. Xom mahsulotda fazin va faziolunatit dukkakli o'simliklarni ivitib qo'yish yoki har qanday termik ishlov berish orqali oson neytrallashadigan zaharli moddalar mavjud. Podagradan aziyat chekadigan yoki bu kasallikka moyil odamlar yasmiq iste'molini cheklashlari zarur. Unda purin deyiladigan moddalar bor. Ular parchalanganda siydik kislota ajraladi. Uning yuqori miqdori esa podagraga olib kelishi mumkin. Shuningdek, mahsulotda oshqozonda noqulaylik va bijg'ish jarayonlarini paydo qilishi mumkinligini esda tutish kerak. Shu bois oshqozon ichak trakti kasalliklari xuruj qilgan paytda hamda kechasi yasmiqli taomlarni iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Bularni albatta yodda tuting. Yasmiqdan oshxonada qanday foydalaniladi? Yasmiq sportchilar, vegetarianlar hamda parhez tutayotganlar taomnomasining muhim qismi bo'lishi mumkin, chunki unda deyarli to'liq go'sht oqsillarining o'rnini bosishi mumkin bo'lgan yengil so'riluvchi oqsillar ko'p. Yasmiq parhez mahsulotlar sirasiga kiradi. U tez so'riladigan uglevodlarning so'rilishiga to'sqinlik qilib, organizmga ortiqcha kaloriyalar tushishiga yo'l qo'ymaydi. Ko'p miqdordagi kletchatka to'qlik hissini uzoq saqlab, ochlikni sezmaslikka imkon beradi. Turli mikroelementlar moddalar almashinuvi tezlashishiga yordam beradi. Bu esa ortiqcha vaznni tezroq kamaytirishga imkon tug'diradi. Parhez ovqatlanishda yasmiqni boshqa taomlar, donli, go'shtli, sutli, sabzavot va mevali taomlar bilan galma-galdan iste'mol qilishlari lozim. Yasmiqli taomlar keng tarqalgan. Ularni multivarkada ham, duxovkada ham, plitada ham pishirishadi. Turklar ayniqsa yasmiq sho'rvani juda yaxshi ko'rishadi. Yasmiqni qanday tanlash va saqlash kerak? Yasmiq quruq va konservalangan shaklda, shuningdek un holida sotiladi. Yasmiqning navlari ko'p. Eng ko'p tarqalganlari jigarrang, qizil, belug va pyuy. Jigar rangi ko'proq ommalashgan, qizili esa tezroq pishadi. Eng xushbo'yi pyuy bo'lib, boshqa navlarda sekinroq pishadi, lekin shaklini saqlaydi va ezilib ketmaydi. Chiroyli salatlar tayyorlashga mos keladi. Yasmiq unidan vegetarianlar noni va boshqa taomlarni pishirishadi. Konservalangan yasmiqni tanlayotganda yaroqlilik muddati, tarkibi va bankaning tashqi ko'rinishiga e'tibor berish zarur.
unga shikast yetmagan bo'lishi kerak. Donlarning umumiy miqdori suyuqlikka nisbatan yarmidan ko'proq bo'lishi lozimligini unutmang. Quruq yasmiq xaltalarda 2 yilcha saqlanadi. Uni sotib olayotganda donlarning butunligiga va xalta ichida parazitlar yo'qligiga albatta e'tibor bering. Konservalangan va quruq yasmiq qorong'i joyda, salqin yoki xona haroratida saqlanadi. Eng foydalisi yashil yasmiq sanaladi. Bu yetilmagan dukkaklilar tarkibida kletchatka juda ko'p miqdorda bo'ladi. Bundan tashqari donlarda ximikaliylar qo'yilgan paytda tushishi mumkin bo'lgan nitratlar yasmiqda yig'ilmaydi. Salomat bo'ling.